Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali va kanalimizga obuna bo'lmasdan deb tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bor uyga tashrif buyurish orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz do'stlar. Ko'ryapsizlar, bepoyon keng dalada bahor ayyomi, mana yam-yashil zo'r atmosfera bo'ladi, havo ham maza. Xullas kalom do'stlar, videoni ham boshida ko'rdilaring. Xudo xolasa bizga bugun musofirdan turib Islomiy akamiz murojaat qildi. Ukajonlarga ajoyib maslahat ko'rgan Cherry avtomobilini topshirishimiz kerak. Ukasi Isoqbek akamizga padaria qilyapti. Xudo xolasa sizlarga guvohlayinda olib borib topshiramiz. Boshlangan yo'lda bizcha e'tirof qilib oldik. Xullas kalom, videoni oxirigacha ko'ringlar, maza qilasizlar. Uyga tashlab qolish uchun har doimgidek ekran chiqgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon hisoblari Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashlab qolsangiz navbatdagi soni biz boshladik. Ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Sevmaslikman senga biroz suyanayin. Suyanchirim borda deya suyunayin. Songacha yosh boladek kuyunayin. Nima darding bor aytmana turay men ham. Ukam bor deb ko'ksim kelib yuray men ham. Ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, mani qadrdonim ukam. Ya rahmat. Assalomu alaykum aka, charchamasdan. Avvalambor mana akangiz Xudo xolasa Rossiyada turib bizga murojaat qildi. Sizga Xudo xolasa mana shunday avtomobillar padaria qilganki, iloyim oqibatlarga hech ham ko'rsatmasin deb qolamiz. Xudo xolasa bundan keyin akangizga bundan ham kattaroqdan padaria qilishni sizga ham nasib qilsin deb qolamiz. Iloyim sog' bo'ling. Oilalaringiz, yaqinlaringiz, aka-ukalaringiz baxtli ham sog' salomat bo'ling deb qolamiz. Va albatta eslar uchun syomkalar qilyapmiz. Endi buni shu musofirda akangiz ko'rib turibdi. Ikki og'izdan bir gaplar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ilib qo'yishsin. Bilmadim endi nima deyishni. Shunaqa so'g'a. Bir ikki og'iz aka rahmat deb qo'ysin. Aka rahmat. Menga bunaqasini beribsin, sen bundan zo'rlarini nasib qilsin. Bo'ldi. Ichga kiramiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonimlar. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana musofirdan turib o'g'lingiz mana shunday ukasiga ajoyib avtomobil padaria qilib qo'ygan bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xudo xolasa shu raddomlardan nevarada olib chiqishga xizmat qilsin iloyim. Iloyim sog' bo'ladi deb qolamiz. Va albatta endi shu syomkalar qilyapmiz. Musofirdagi o'g'lga jo'natamiz. Ko'rib turibdi, shunga bir ikki og'iz qanaqadir gaplar bo'ladigan bo'lsa, yo'llab qo'ysalar ko'rib xursand bo'ladi. Marhamat. Endi mana aka-ukalar barisi Rossiyada ishlab, mana uy-joylarni qilishdi, qurilishlarni qildi. Hammasini kam-ko'sti bitdi mana. Endi akasi ukasiga sovg'a qilyapti mana. Nasib qilsin, bola-chaqalari bilan birga meni berishsin. Ilohim aytganlaringiz. Rahmat, sog' bo'ling. Qani hojona sizdan bir ikki og'iz. Allohga shukr, shunday farzandlarni berganiga, amin-chaqlarga doim mehribon bo'lsin. Umrlariga, rizqlariga Allohim o'zi baraka bersin. Doim ahil bo'lsin. Mashinasini ham yaxshi kunlarga, to'ylarga xizmat qilsin. O'g'limga ham rahmat, umri uzoq bo'lsin, Islomjonim. Ularning bolalarining orzu-havasini ko'rsin. Bundan ham yaxshi mashinalarni olib minsin o'g'lim. Inshaalloh. Rahmat aytganlaringiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va albatta endi to'g'jon mana shuncha farzandni voyaga yetkazib, shunaqa bir-biriga ahil inoq qilganingiz uchun farzandlaringizning nomidan sizga ajoyib tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqni farzandlaringiz nomidan to'g'jon qabul qilasiz, onajon birgalikda. Marhamat. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qaychoqni ko'zlasam. Hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasam. Dushmanlarim tirnoqdan
baxtini ko'rsinlar. Onam bilan birga dafam sürsinlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Bizlarimni boylab yurgan dadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha onam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Rahmat, ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadoningizda shunaqa xursandchilik kunlar hech ham tark etmasin deb qolamiz. Menimcha qo'shiqlarni eshitdik, tabriklar, salomlar eshitdik. Endi esa eslar uchun rasvo tushamiz. Navbat fotosessiyaga. Sizlar bering. Sog' bo'linglar, ilohim nasib qilsin mashina, xudoga yaxshi ko'rgan yurishni. Nasib qilamiz, bizga ko'proq duo qilarsiz. Allohning kimi maqsad niyati bo'lsa, hamma maqsad niyatiga yetsin. Bolalarimiz bilan baxtlarini ko'raylik bularni. Hammasini sog'-salomat bo'lsin. Aka-ukalar, opa-singillar bilan hammani tinchlik, omonlikda yana yillik kunlarga ko'rishaylik. Allohu akbar. Aytganingiz rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, qadrdonlar, ko'rdim shunaqa bir yuqori kayfiyatda navbatga uyga tashlab o'z payoniga yetdi. O'ylaymizki, biz ijodga insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yoqtirgan umidamiz. Ilohim bizni ko'rib turgan hamma aka-ukalarimiz mana shu oiladagi aka-ukalardek shunaqa bir-biriga inoq bo'lib, shunaqa bir yaxshi narsalarni bir-biriga parlarga qilib, bir-birini qo'l surib yurish hamma biz tomosha qilgan insonlarga nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofirdagi tezroq yaqinlarning oilalarining bariga qaytib kelish nasib qilsin deb qolamiz. Uyga tashlab olishim. Ekran chiqib turgan nomerga bemalol Telegram, imo, WhatsApp, private telefon qilib, xudo xolisa 24 soat qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartira jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.